60 Anjan meni. Olasizmi? O'qishim bor demasam ketardim. 70. Assalomu barchaga. Hop, Fora 304 aksiya qo'yilgan traktor Andijon shahriga sotilyapti. Hozir tayyorlash jarayonlarida akalarimiz o'zi kelib, ko'rib, rabel chaqib, sekin olib ketishaveradi. O'zlarining mashinalari bor ekan. Hop. Hamma yo'q tekshirtirildi mana. Ideal holatda ketyapti. 304 30 ot kuchi 3 silindr bo'ladi. Yangi holatda. Bani modellarni ko'rasizlar bo'ladi. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar tepadagi raqamlarga. Qolganini video davomida xudosa yana to'xtatib tushuntirib o'tamiz yuklanish boshqa jarayonlarda. Xo'p, hozir yuklash jarayonlari 12 yuk mashina kelgan. Sekin yana olib ketyapti. Andijonim qaydasan deyapti. Kimga yana traktorlar kerak bo'lsa, 1004 kabinali, 1504 kabinali, 100 ot kuchi, 150 ot kuchi, bu yerda 90, bu yerda 40, bu yerda ham 40. Kabina 5 kabina, bu yerda 50 ot kuchining 5 kabinasi bor. Kimga kerak bo'lsa, mana bemalol aloqaga chiqarasizlar. Narada 3004 aksiyaga tushgan oxirgi traktorimiz ketyapti. Andijonga. Meni vatanim. Meni vatanim. Men ham chiqsam bo'laveradi. Eski apparaturalari ko'rsatib o'tamiz. Oldi orqa, tez qarataming. Qochma yo'llar bor. Keyin bu yerda korslari alohida. Orqa bitta ulangan. Bu yerda tushirib chiqaradigan. Bularni ko'tarib tushiradiganlar. Hamma narsasi bor, xudolasi. Tepasini yechib, xudolasi yuklab yuboramiz. Oxirgi Ham nomeri yo'q ekan. Sağ taraflardan. Paradan böyle götürürsünler. Fora. 304. Yani qolgan traktorlar haqida ham boshqa videolarimizda aytib o'tganmiz. Buni ham kirib ko'rsatib bo'laveradi. Hammasini alohida obzorli videolar chiqqanmiz. YouTube, Instagram, Telegram kanallariga obuna bo'lib qo'yasizlar. Boris YouTube'da ham mingta bo'lishga yosh qoldi. O'tib Derago kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shuni yuklab hozir jo'natamiz. Bo'sh bodijida ham eng zo'rlari mana boqqa ham bemalol olib kirib olib xizmat qilaverasizlar. Damini chiqarib qo'shsam bo'ladi. Akalarimiz xizmatda. O'ta go'zal holatda o'tdik. Altmış Anjan meni. Olasizmi? O'qishim bor demasam ketardim. 70.